Assalomu alaykum barcha viloyatli asalari aka-ukalarimiz. Hozir barcha vashina, yashik, ramdetal mahsulotlarini obzor qilib o'taman narxlari bilan. Abdurahmon bu vashina sifatli vashina. Tabiiy mumdan ishlangan. Shu holatdagi o'zi mumni hidi urib turadi. Masalan, yaxshi ishlaydi. Pachkada narxi 450 ming. Shu vashinamiz Xitoy vashinasi. Xitoy vashinasi mana shunday yaltiroq ko'rinishda bo'ladi. Bu pachkasi 360 ming so'm. Har bir riyatida shuna qog'oz bo'ladi. Shu holatdagi cheklanmagan miqdorda bor. Narxi 360 ming. Ramdetal mahsulotlarimiz sifatli ramdetal mahsulotlarimiz bu. Dimash holatdagisi 4 ming so'm. Razmeri 3.6 ga chiqqan, tepa qismi 2-2,5 sm bo'ladi. Ichdan birak chiqmaydi. 4 ming so'm. Bunisi yangi shu yildagi chiqqan. Bugun dekabr oyini 14-dekabr 2025-yil 14-dekabrdagi qilinadigan obzor. 3.7-3.6 beradi. Bokovoy 1 sm ga, tepa holati buni ham xuddi shuni 2 sm ga 2,5 sm. Hammasi sifatli, ichida xudo xolasa biraklar chiqmaydi. Sasna shu holatdagi ramdetallarimiz bu. 10 mingta ramdetal bu hozircha. Shu holatdagi diafragma mahsulotlarimiz. Diafragma shu holatdagi hammasi kom ochib qilganchiga. Buning narxi 7 ming so'm. Diafragmalarimiz 7 ming so'm. Kom ochib chet qilgan. Mana paket bu. Yarim tayyor holatda, qapoqlari ham tayyor. Har bir xonasiga 2 ramkadan ketadi. 8 ta ramka toza ketadigan holatli 4 ta xona bo'ladi. Narxi 280 ming so'm bitgan holatiga. Xo'p. Shu yashiklarimiz bu. Yashik ichki holatini ko'rsak, 12 ramkada 24 ramka ketadi bu yashigimizga. Ramkasi 2 holatga ketadi. Mana shu holatga ham vertikal gorizontal holatga ketaveradi ramka. 2 holat ko'rinishiga ketadi. 2 xonasiga ham shu holatda. Bu 3,5 ming taxtadan ishlangan, o'rtasiga faner qilingan, qalin fanerdan. Narxi 650 ming so'm. Bu yashigimiz narxi qalinroq, kattaligi holatiga. Mana shunaqa yashiklarimiz 3,5 ming qalin taxta bo'lgan. Hamma yo'q. Soni 50 ta, 650 ming so'm. Mana bu yashiklarimiz bor. Ham 2 xona, ham 3 xona, ham o'rtadan 2 ta kissa qilib ishlangan. Xo'p, ichki ko'rinishi ko'rsataman. Ichki ko'rinishi 3 ta xona holatiga turibdi. Yondagi pergorodkasini olib, o'rtadan qo'yib 2 xona qilib foydalansa ham bo'ladi. Shu holatdagi yashigimiz. Ramka joylari ham chuqur holatda. Kraska hamma yoq tayyor. Bu yashigimiz xuddi shu holatda. Pollari ham yonlari ham 3 sm lik, hamma yog'i 2 xonali yashik. 3 xonaligi, 2 xonaligi. Ikkalasi ham 3 sm taxtadan ishlangan. Poli to'rtala tarafi ham. Narxi 500 ming. Keyin mana bu 2 xonali yashigimiz bor. Bu ham xuddi shunaqa 10 tadan 20 ta ramka ketadi. Ichki holati. Ramka joylari xuddi shuni chuqur holatda. Hozir taxtadan ishlatilgan, quruqligi garantiyalik. Bo'lsa sharmanda qilmaydi. Buni pol 2 sm, narxi 450 ming. Xo'p, mana keyin
16 ramkalik yashigimiz bor. 16 ramkalik yashigimiz teplizanoz qilib ishlangan. Ari ikkinchi xonasiga tunnel orqali o'tadi. Shu holatda ichki ko'rinishi ikkinchi xonasiga xuddi shuni tunnel orqali tepa pastdan ikkita teshik qilingan. Ari svobodniy kirib chiqish uchun mana shu holatda o'tadi. Xo'p, ramka joylari ham chuqur. 3 sm taxta ishlangan, qo'llariga ham, yon qismlari ham hamma yog'i 3 sm holatda ishlangan. Buning narxi 450 ming so'm. Teplizanoz, tunnel shu hisobiga. Xuddi shuni teplizanoz qilinmagani bor. 420 ming so'm. 420 ming so'm 16 ramkaligi, 14 ramkaligi 400 ming so'mdan. 3 sm taxtadan ishlangan holatdagisi. Holati, tunka rangi, sifati a'lo darajada. Keyin mana bunaqa ham paket qilib ishlangan 10 ramkalik yashiklarimiz bor. Bu ham poliga davr yonlaridan 3 sm taxta qilib ishlangan. Shu holatdagi 10 tadan 5 tadan 10 ta ketadigan yashik ham paket hisobiga ishlasa bo'laveradi. Xo'p, buning narxi 330 ming so'm. 3 sm taxtadan bo'lgan shular 330 ming so'm. 2 taxtadan bo'lgani 280 ming so'mdan sotiladi narxi. Bu 10 ramkalik. Bu ham oldidan ham yonidan litoy qilingan. Oldi qismini yopib tashlab, yonidan ham litoy qilib bir xona yashikka foydalansa bo'ladi. O'sha hisobiga ishlangan yashiklarimiz. Kraska tunka falga tayyor qilib qilingan. Ichki holati mana shu holatda bo'ladi. Yonidan litoyga bor, qarab bemalol kiradi. O'ta pergotkasini olib bersa, bir xona yashik qilib foydalansa bo'ladi. Keyin bulari to'rtdan 8 ga ketadiganligi. 4dan 8 ga qiladigan paket qilib ishlangan 8 ramkalik qilib ishlatsa bo'ladi. Buni yonidan tunnel ochilmagan, ochsa bo'ladi agar kimlar xohlovchilar uchun. 4dan 8 ram ketadi. Bu ham xuddi shu holatda 3 sm taxtadan ishlangan. Narxi 300 ming so'mdan. 3 sm taxtadan bo'lgan. Buni 2 sm taxtadan bo'lgan 250 ming so'm narxi. To'rxonalik yashigimiz bor. To'rxonaligi ham bu ham 500 ming so'm. Polna 3 sm taxtadan ishlangan. Ramka, ko'rpacha hamma holati zo'r ketadigan holatda standart yasalgan. Hech qanday kamchiligi yo'q, xudo xolasa. 4dan 8 ga ketadigan paketimiz shu holatda bo'ladi. 4dan 8 ta ichlari ham chuqur, xuddi yashik, kichkina variant qilib ishlangan. Qopqoqlari ham baland, ko'rpacha, karmishka hammasi ketadigan hisobiga ishlangan. Uchligini narxi, uchli taxtadan yasalgan narxi 300 ming so'm. 2lik taxtadan yasalgani 250 ming so'mdan chiqadi narxi. Shu yashiklarimiz bor. Manzil Qashqadaryo viloyati Kitob tumani, Sariosiyo qishlog'ida joylashgan. Telefon nomerlarimiz 97 589 12 21 nomerga aloqaga chiqishingiz mumkin. Albatta barcha viloyatlarga bo'lsa, dastlabki xizmatimiz va optim oluvchilar uchun dastlabki yetkazib beramiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Asal mahsulotlarimiz ham bor. Xohlagan arizcha, xudo xolasa.